Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar va ota-onasining pensiyasi haqida qayg'urayotgan farzandlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pensiya reformasi. Pensiyalar qanday oshadi? Kimning pensiyasi ko'proq oshishi mumkin? Kim esa hujjatlari to'liq bo'lmasa kutilgan pulni ola olmasligi mumkin? Men sizga bu masalani oddiy tilda, lekin ekspert sifatida batafsil tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta yetishmayotgan hujjat yoki e'tiborsizlik o'ymoy olinadigan pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiyaga chiqishga aniq yil qolgan bo'lsa yoki oilangizda keksalar bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Ma'lumotlar har bir xonadonga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki shunday foydali tahlillarni ko'proq chiqarishim uchun sizning qo'llab-quvvatlashingiz juda kerak. Avvalo, pensiya deganda ko'pchilik faqat davlat qancha oshirsa, shuncha olaman deb o'ylaydi. Lekin aslida pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Mehnat staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari yoki ijtimoiy to'lovlar, hujjatlarning to'g'ri yuritilgani, ish joyining arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar va amaldagi qonunchilikdagi indeksatsiya tartibi. Reformaning eng katta ma'nosi shundaki, tizim asta-sekin hamma bir xil oshadi degan yondashuvdan ko'ra, kim qancha rasmiy ishlagan, qancha hissa qo'shgan, hujjati qanchalik to'liq, shunga qarab adolatliroq hisoblashga o'tmoqda. Oldin ko'p odamlar shunday vaziyatga duch kelgan. O'tgan yil ishlagan, lekin ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan. Zavod yopilgan, arxiv topilmaydi. Kolxoz davridagi mehnat daftarchasida muhr xira, ayollar bola parvarishi davrini hisobga kiritishni bilmagan. Erkaklar harbiy xizmat davrining staja qo'shilishini tekshirtirmagan. Natijada inson butun umr ishlagan bo'lsa ham, pensiya tayinlashda faqat tasdiqlangan davrlar hisobga olingan. Reformalar esa bir tomondan raqamlashtirishni kuchaytiradi, ikkinchi tomondan rasmiy mehnat va rasmiy daromadning ahamiyatini oshiradi. Hozirgi o'zgarishlarning mohiyatini oddiy qilib aytsam, pensiya tizimida shaffoflik kuchayadi. Hisob-kitoblar elektron bazalarga ko'proq bog'lanadi. Kam ta'minlangan pensionerlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari saqlanadi. Lekin yuqoriroq pensiya olish uchun rasmiy ish tarixi va to'g'ri hujjatlar yanada muhim bo'ladi. Shuning uchun men baribir pensiyaga chiqdim, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylash xato. Ayrim holatlarda qayta hisob-kitob, qo'shimcha hujjat topshirish, stajni tiklash yoki ma'lumotlarni aniqlashtirish orqali pensiya miqdoriga ta'sir qilish mumkin. Birinchi eng muhim savol, pensiyalar qanday oshadi? Odatda pensiyalar davlat tomonidan belgilangan tartibda oshiriladi. Bu oshirish inflyatsiya, byudjet imkoniyatlari, ijtimoiy himoya siyosati, eng kam iste'mol xarajatlari va aholining real daromadlarini qo'llab-quvvatlash zarurati bilan bog'liq. Ya'ni narxlar oshsa, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar qimmatlashsa, pensiya ham ma'lum darajada indeksatsiya qilinadi. Lekin hamma pensionerda oshgan summa bir xil sezilmaydi. Nima uchun? Chunki foiz oshish 800 ming so'm, pensiya oladigan odamda 1000 ming so'm, 2 million so'm oladigan odamda 200 ming so'm bo'ladi. Foiz bir xil, natija turlicha. Ikkinchi masala, pensiya miqdorini belgilaydigan asosiy omil staj va ish haqi bazasidir. Masalan, birinchi misolni olaylik. Opa 25 yil rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasi hammasi bor, ish haqi ham arxivda tasdiqlangan. U pensiyaga chiqqanda hisob-kitob ancha aniq bo'ladi. Ikkinchi opa ham 25 yil ishlagan, lekin 10 yil bozorda norasmiy savdo qilgan. 5 yil firmada ish haqi konvertda berilgan, faqat 10 yil rasmiy ko'ringan. Pensiya tayinlashda davlat haqiqatan ham ishlaganman degan gapni emas, tasdiqlangan staj va rasmiy daromadni ko'radi. Shuning uchun ikkinchi opaning real mehnati ko'p bo'lsa ham pensiyasi pastroq chiqishi mumkin. Uchinchi masala, pensiyaga chiqishga yaqin odamlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak. Agar sizga pensiyaga 6 oy, 1 yil yoki 2 yil qolgan bo'lsa, hozirdan hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasida ismingiz pasportdagi ism bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar aniqmi? Muhr va imzolar o'qiladimi? Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, uning huquqiy vorisi bormi? Arxiv ma'lumotlari qayerda saqlanadi? Mana shu savollarga javob topmasdan pensiya yoshiga yetib borsangiz, keyin oylar davomida yugurib yurishingiz mumkin. Keling, real hayotga yaqin raqamni misol qilaman. Dehqonobodlik aka 32 yil ishlagan deb o'ylaydi. Lekin hujjatlar tekshirilganda 7 yilga oid ma'lumot arxivdan chiqmaydi. Pensiya jamg'armasi faqat 25 yilni tan oladi.
agar har bir qo'shimcha yil pensiya hisobida ma'lum ulush beradigan bo'lsa, 7 yilning yo'q bo'lishi sezilarli kamayish demakdir. Bu oyga 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq farq berishi mumkin. Yilga hisoblasangiz 200 ming so'm farq 12 oyda 2 milyon 400 ming so'm bo'ladi. 5 yilda esa 12 milyon so'm. Demak, bir dona hujjat aslida juda katta pulga teng bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Toshkentda yashovchi opa 3 farzand tarbiyalagan. U bola parvarishi davrlari stajga qanday tartibda qo'shilishi mumkinligini bilmagan. Pensiya tayinlangandan keyin tanishlardan eshitib, hujjatlarni qayta ko'rib chiqqan. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi o'sha davrdagi ish joyidan ma'lumotnomalarini olib borgan. Natijada unga ayrim davrlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilish imkoniyati paydo bo'lgan. Men bu yerda har bir holatda albatta oshadi deb va'da bermayman. Chunki hammasi qonundagi aniq me'yor. Davr hujjat va oldingi hisob-kitobga bog'liq. Lekin tekshirtirish kerakmi? Albatta kerak. Kimlar ko'proq xavotir olish kerichidan ish tarixida uzilishlar ko'p bo'lganlar. Ikkinchidan, norasmiy ishlaganlar. Uchinchidan, eski korxonalarda ishlagan, hozir korxonasi tugatilganlar. To'rtinchidan, mehnat daftarchasida xatolar borlar. Beshinchidan, pensiyasi tayinlangandan keyin mening stajim ko'p edi, nega kam chiqdi deb shubha qilayotganlar. Oltinchidan, nogironlik pensiyasi bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya kabi alohida tartibdagi to'lov oladiganlar. Chunki bunday holatlarda oddiy yoshga doir pensiyadan farqli nozik jihatlar ko'p bo'ladi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz butun umr rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida qilgan bo'lsa, elektron bazalarda ma'lumotlaringiz to'liq bo'lsa, mehnat daftarchangizda xato bo'lmasa, pensiya tayinlanganda hisob-kitob varaqasi bilan tanishgan bo'lsangiz, sizda xavf kamroq. Lekin baribir men hech narsa qilmang demayman. Kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. Chunki elektron tizim ham inson kiritgan ma'lumotlarga tayanadi. Eski ma'lumotlarda xatolik bo'lishi mumkin. Endi pensiya oshishining ikki turini ajratib olaylik. Birinchisi umumiy oshirish, davlat farmon yoki qaror orqali pensiyalarni ma'lum foizga oshiradi. Bunda barcha tegishli pensionerlar avtomatik tarzda oshirilgan to'lov oladi. Ikkinchisi individual qayta hisoblash. Sizning shaxsiy hujjatingiz, stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz yoki huquqingiz aniqlangani sababli pensiyangiz qayta ko'riladi. Ko'pchilik faqat birinchi turni kutadi. Lekin ikkinchi turi ham muhim, chunki odam o'z hujjatini to'g'rilasa, faqat umumiy oshirish emas, bazaviy hisob-kitobning o'zi yaxshilanishi mumkin. Endi eng ko'p chalkashadigan joylarga o'tamiz. Birinchi xato, qo'shnimning pensiyasi oshdi, demak meniki ham shuncha oshishi kerak degan fikr. Yo'q. Har bir odamning pensiya formulasi alohida. Qo'shningizning staji 40 yil, sizniki 24 yil bo'lishi mumkin. U yuqori rasmiy maosh olgan, sizda maosh past ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. U imtiyozli toifaga kiradi. Siz oddiy tartibda pensiya olasiz. Shuning uchun taqqoslashdan oldin hujjat va hisob-kitobni ko'rish kerak. Ikkinchi xato, men ishlaganman, demak staj hisoblanadi deyish. Amalda ishlash boshqa, huquqiy tasdiq boshqa. Pensiya tizimida dalil kerak. Dalil bo'lib mehnat daftarchasi, buyruqdan ko'chirma, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, shaxsiy hisob varaqasi, ayrim hollarda sud qarori xizmat qiladi. Masalan, odam 1995-2000 yillarda kichik korxonada ishlagan, lekin korxona yopilgan, mehnat daftarchasida muhr bor, ammo yozuv to'liq. Bunday vaziyatda arxivni topish, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qilish. Soliq organlaridagi eski ro'yxatlarni tekshirtirish kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan masala bir kunda hal bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat, ish haqi miqdori. Pensiya faqat necha yil ishlaganingizga emas, qaysi davrda qancha rasmiy daromad ko'rsatilganiga ham bog'liq. Agar siz real hayotda 3 million so'm olgan bo'lsangiz, hujjatda 20 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida 20 million ko'rinadi. Bu ayniqsa hozir ishlayotgan yoshlar va pensiyaga yaqinlar uchun katta signal. Bugun konvertdagi maosh qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya kam chiqadi. Men doim aytaman, rasmiy maosh faqat bunga soliq masalasi emas. Bu kelajakdagi pensiya kafolati hamdir. To'rtinchi jihat, pensiya minimumlari va qo'shimcha to'lovlar. Ayrim pensionerlarning hisoblangan pensiyasi juda past bo'lishi mumkin. Davlat bunday holatlarda minimal miqdorlar, ustamalar yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini qo'llashi mumkin. Lekin bu berilmagan.
Lekin bu ham hamma uchun bir xil emas. Yolg'izjanligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, urush yoki mehnat faxriylari alohida toifalar bo'yicha maxsus tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun minimal pensiya o'shi degan xabarni eshitganda avvalo bu qaysi turdagi to'lovga tegishli, kimlarga qo'llanadi, avtomatikmi yoki ariza talab qilinadimi? Shuni aniqlash zarur. 5-jihat ishlayotgan pensionerlar. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu yaxshi. Chunki qo'shimcha daromad bor, tajriba jamiyatga xizmat qiladi. Lekin ishlayotgan pensioner pensiya qayta hisoblanadimi? Qachon hisoblanadi? Ish beruvchi to'lovlarni qilayaptimi? Rasmiy shartnoma bormi? Degan savollarni bilishi kerak. Agar pensioner pensiyadan keyin ham rasmiy ishlasa, ayrim holatlarda keyingi davrlar hisobga olinishi yoki qayta hisoblash masalasi yuzaga kelishi mumkin. Buning aniq tartibini pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma ravishda so'rash eng to'g'ri yo'l. 6-nozik jihat. Chet elda ishlagan davrlar. Bugun ko'plab yurtdoshlar Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiya qanday ta'sir qiladi? Javob oddiy emas. Bu davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar rasmiy ish, sug'urta to'lovlari, hujjatlarning tan olinishi va tarjimasiga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, buni stajga qo'shish juda qiyin bo'lishi mumkin. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, tegishli hujjatlarni olish. Apostil yoki konsullik tasdiqlari, tarjima va boshqa tartiblar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun chet elda ishlaganlar hujjatni o'sha yerdayoq yig'ib yurishi kerak. 7-jihat familiya o'zgargan ayollar. Ko'pincha ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, diplomda yana boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Bu oddiy tuyuladi. Lekin pensiya hujjatlarida moslik bo'lmasa, qo'shimcha guvohnoma talab qilinadi. Nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, eski pasport ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Men ayollarga alohida tavsiya qilaman. Barcha hujjatlaringizda ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana bir-biriga mosligini tekshirib chiqing. 8-jihat. Arxivlar. Eski korxona yopilgan bo'lsa, ko'pchilik endi bo'ldi, hujjat yo'q deb taslim bo'ladi. Aslida darhol taslim bo'lish kerak emas. Korxona tugatilganda hujjatlar ko'pincha davlat arxiviga, tarmoq arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'ladi. Tuman hokimligi, adliya organlari, soliq organlari, bandlik bo'limlari orqali izlash mumkin. Ba'zan bir ma'lumotnoma uchun bir nechta joyga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Lekin natija pensiyangizga oyma-oy ta'sir qilsa, bu mehnat arziydi. Endi eng kerakli qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nixo yoki ajrim guvohnomasi. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, mukofot va imtiyoz hujjatlari bo'lsa, hammasini alohida tartib bilan saqlang. Hujjatlar yo'qolsa, tiklash ko'p vaqt oladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ishga kirish va chiqish sanasini o'qing. Buyruq raqam bormi, muhr bormi, imzo bormi, korxona nomi aniqmi? Agar 1998 o'rniga 1999 yozilgan bo'lsa, 1 yil staj yo'qolishi mumkin. Agar familiyangiz bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova yoki xato harf bilan yozilgan bo'lsa, keyin izoh talab qilinishi mumkin. Xato topilsa, uni o'zboshimchalik bilan tuzatmang. Rasmiy tartibda ish beruvchi yoki arxiv orqali tuzatish kerak. 3-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. O'zingizning pensiya huquqingiz, stajingiz, hisobga olingan davrlar haqida ma'lumot so'rang. Agar siz allaqachon pensioner bo'lsangiz, pensiya tayinlashdagi hisob-kitob bilan tanishishni so'rashingiz mumkin. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa yozma ariza bering va javobni yozma oling. Yozma javob keyingi murojaatlar uchun dalil bo'ladi. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini oldindan izlang. Ayniqsa 1990-yillar. 2000-yillarning boshida ishlaganlar ehtiyot bo'lsin. O'sha davrda ko'p korxonalar yopilgan, qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan. Siz ishlagan korxonaning hozirgi holatini aniqlang. Agar korxona yo'q bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivda ekanini so'rang. Arxivga murojaatda to'liq ma'lumot yozing. To'liq ism, familiya, tug'ilgan sana, ishlagan davr, lavozim, korxona nomi, bo'lim yoki sex nomi, taxminiy buyruq sanalari. Ma'lumot qanchalik aniq bo'lsa,
topish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam ish haqi ma'lumotnomalarini tekshiring. Ba'zan staj bor, lekin ish haqi bo'yicha ma'lumot yetishmaydi. Pensiya hisobida ma'lum davrdagi maosh muhim bo'lishi mumkin. Agar sizda eski ma'lumotnomalar bo'lsa, ularni saqlang. Agar yo'q bo'lsa, arxivdan so'rang. Ma'lumotnomada ish haqi oy yoki qonunda talab qilingan tartibda ko'rsatilgan bo'lishi muhr va imzo bilan tasdiqlanishi kerak. 6-qadam, agar pensiyangiz kam chiqqan deb hisoblasangiz, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Men ko'p ishlaganman degan gap o'rniga qaysi davr hisobga kirmaganini aniqlang. Masalan, 1997-1992 yillar oralig'idagi falon korxonadagi ish davrim pensiya hisobiga kiritilmagan. Shu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomamni ilova qilaman deb aniq yozing. Arizada talabingiz aniq bo'lsin. Pensiyani qayta hisoblashni, stajni qayta ko'rib chiqishni, ish haqi ma'lumotini inobatga olishni so'rang. 7-qadam. Qonuniy muddatlarni kuzating. Murojaat berganingizdan keyin javob kelishini kuting. Lekin javob kechiksa qayta murojaat qiling. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Men darhol sudga yuguring demayman. Avval hujjatlarni to'liq yig'ing. Pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtiring, arxiv javoblarini oling. Lekin haqqingiz bo'lsa, uni talab qilishdan qo'rqmang. 8-qadam. Hozir ishlayotgan farzandlaringizga ham tushuntiring. Pensiya reformasi faqat bugungi pensionerlar uchun emas, ertangi pensionerlar uchun ham ogohlantirishdir. Farzandingiz rasmiy ishlasin, mehnat shartnomasi bo'lsin, maoshi rasmiy ko'rsatilsin, ish beruvchi ijtimoiy to'lovlarni bajarsin. Bugun yosh odam pensiyaga hali uzoq deydi, lekin 20-30 yil juda tez o'tadi. Pensiya huquqi bir kunda paydo bo'lmaydi. U yillar davomida yig'iladi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni 2 barobar oshirib beraman, tanishim bor. Falon pul bersangiz hujjat qilib beramiz degan odamlarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy hujjat va qonun bilan hal bo'ladi. Agar kimdir sizdan noqonuniy pul so'rasa, bu xavfli. Hujjatni soxtalashtirish esa yanada katta muammo tug'diradi. Soxta hujjat bilan pensiya oshirishga urinish, keyin ortiqcha to'langan summani qaytarish ma'muriy yoki boshqa javobgarlikka olib kelishi mumkin. Faqat rasmiy yo'lni tanlang. 10-qadam. Har bir pensioner o'z to'lovlarini kuzatib borsin. Bank kartangizga tushgan summa, oldingi oy bilan farqi, umumiy oshirish sanalari, ustamalar kiritilmaganini tekshiring. Agar oshirish e'lon qilingan bo'lsa-yu, sizda o'zgarish bo'lmasa, sababi bo'lishi mumkin. To'lov turi boshqacha, qayta hisoblash kechikkan, texnik jarayon davom etayotgan yoki sizga tatbiq qilinmaydigan me'yor bo'lishi mumkin. Lekin taxmin qilib yurmasdan rasmiy so'rang. Yana bir muhim maslahat, pensiya masalasida eshitdim. Qo'shnim aytdi. Telegramda yozishdi degan xabarlarga tayanmang. Rasmiy manbalarni tekshiring. Qonunlar, prezident farmonlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi izohlari, davlat xizmatlari portali va rasmiy matbuotdagi xabarlar asosiy manba bo'lishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ko'pincha sarlavha baland, mazmun noaniq bo'ladi. Pensiyalar keskin oshadi degan xabarni ko'rsangiz, darhol savol bering. Qachondan kimlarga, qancha foiz, qaysi hujjat asosida, avtomatikmi yoki ariza kerakmi? Xulosa shuki, pensiya reformasi shunchaki pul oshadimi yoki yo'qmi degan savoldan kengroq masala. Pensiya miqdori davlatning umumiy oshirish qarorlariga ham, sizning shaxsiy mehnat tarixingizga ham, hujjatlaringizning to'liqligiga ham bog'liq. Kim rasmiy ishlagan, hujjatlarni saqlagan, stajini tasdiqlagan bo'lsa, uning imkoniyati yaxshiroq. Kimda xatolar, uzilishlar, arxiv muammolari bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga eng asosiy fikrni yana bir bor aytaman. Pensiyangizni faqat kutib o'tirmang, tekshirtiring. Mehnat daftarchangizni ko'ring, arxivni izlang, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, yozma javob oling. Kerak bo'lsa, qayta hisoblashni so'rang. Har bir oy olinadigan pensiya bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning natijasi. Uni e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi yil ishlagansiz, qanday muammo bor, stajmi, arxivmi, ish haqimi, qayta hisoblashmi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya yoshiga yaqin insonlarga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir pensiyasini to'g'ri rasmiylashtirishiga, kimningdir yo'qolgan stajini tiklashiga, kimningdir har oy ko'proq haq olishi uchun sabab bo'lishi mumkin.